manzaralarga qarang. Mazaqsa mazajilar. O'ta mazajilar qarang ularga. Salqinda. Bizda ham pervalimiz yaqinda bunday bo'ladi. Platniy bo'lyapti. Hozir bir kishi sotib oldi. Pervalni 286 kilometrda bizniki pervalimiz. Toshkent bilan Namangan o'rtasi. Местныйлар qancha to'laydi bu yerda? Inostranlar qancha to'laydi mashinaga? Jazib qo'ygan uni. Yel mashinalar 50 so'm meniki. Kattarog'i 1000 so'm, gazellar. Inostranlarga 200 so'm ekan, kattalari 1000 so'm ekan. 5000 ekan kattalari uni. Furolar. Nima deyapti, nima qomading? 10 barobar qimmat ekan. Ha? Nechta qolanami? Zo'rga ketyapman. Platniy postda endi u ya. Biznikini ham platni qiladi yaqinda, qarab tursangiz. Ellik so'm. O'n barobar qimmat ekan. Ya. 10 barobar. Ha, 10 barobar qimmat ekan. Qaysi? Местный гражданlarga, грузовой furalarga 500 so'm ekan. Sirtdan kelganlarga 5000 so'm. Sirtdan Rossiyalarga, O'zbekistondagi furalar kelyapti. furalarda shular. Mana avtotda qara. Haydab ketyapti, itlar ham bor. Ama bizda pervalimizda o'tgan bo'lsangiz yo'llar en sonda yo'llar. Yangi yo'l shundayda. 6 palosa qilgan. Yangi o'rtadan haligina qilib duga deydimi, barder deydimi, nima deydi? Temir bilan o'rtani to'sgan. Mazali o'sha. Ha. Yangi yo'lni ko'rdimmi kecha? Videosini ko'rdim, obzor. Yaxshi Baliqchiga chiqadi. Normalniy jasad. Bir yigit obzor qilib turgan. Mana deb keladiganlarga deb ko'rsatdi, o'rtasidan bo'lingan ekan yo'l ham. Qarang, manzara. O'sha kuchli yerlar bor-da bizda. O'shada Qirg'iziston chiroyli tog'lari. Buloqlar bor, buloqlar. Mazza. Buloqlari Qorabolta ekan bu rechkasi. Qorabolta rechkasi. Manzarani qarang, manzarani.